Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana navbatdagi 3 qavatli original variantdagi darvozamizni tayyorladik. Hop, darvozamiz mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, idealniy holatda chiqqan. Hop, kraskalari mokri asfalt, mana matviy qilib sepdik. Hop, darvozamiz 3 qavat. Mana bu ikkinchi qavat, bu uchinchisi orqa tomon shumka qilib turib tekis qilib yopilgan. Mana shu holatda mana hop, bitta qanotini 10 kishi ko'taradigan holatda bo'ldi. Sharnirlarni uchtali qilib baquvvat qilganmiz. Xudo xolasa ishimizga sifatiga javob beriladi. Hop, darvozamizda nalichka qismlariga e'tibor qilsanglar, mana bu tepa qismi ile bu karotka qismi shivildirlar. O'rtoqlar, darvozalarimiz mana hop, ko'rdilaring. Hop, darvozalarimizda O'zbekiston bo'ylab dastavka Judonobga bepul holatda qilib berayotganmiz. Namanganda ishlab chiqariladi. Darvozalar unaqa yupqa materialda qilinmagan, mana qalin. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar o'zlaring. Yupqa metaldan ishlansa bunaqa sifat chiqa olmaydi darvoza. O'rtoqlar, nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shunaqa darvozalardan qildirmoqchi bo'lib yurganlar, podpiska bosib qo'ysalaring, xudo xolasa qachon vaqt soat kelsa aloqa chiqsalaring, ishlaring bitiramiz chiroyli qilib.